Epstein bu bir Yahudiy odamni bir orolda dacha qurgan. Shu dachaga dunyoni ayniqsa Amerikani eng lider odamlari, peshqadamlarini o'sha joyda maishatga tushirgan xullas. Bu yerda pedofiliya bor, yosh qizlarni, bolalarni olib qochib o'g'irlab, o'shalarni jinsiy zo'ravonlik, shunaqa narsalar bo'lgan. Hatto odam go'shi yeyishgan, odam go'shini yeyishganini hujjatlari bor. Vahshiy jamoa, o'shan uchun biz doim bular to'g'risida gap ketganda, masalan, ikkita zolimni solishtirganingizda bular zolimroq deb aytib kelardik. Sababi bularda shuna o'zlaridan boshqalarni inson o'rnida ko'rmaslik e'tiqodlari bor. Globalistlar bo'ladimi, sionistlar bo'ladimi, bularda o'sha fashizm g'oyalari o'ta chuqur ildiz otgan. Inson go'shtini yeyishyapti, o'ylang. Mana bu Epsteinda odam go'shtini yeganliklari isboti chiqyapti. Endi ro'yxatga qarang. Ro'yxatni ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. U eng dunyoda top yulduzlardan tortib eng katta siyosatchilargacha. Hatto anaqa ham bor. Hech joy ishlamay qolgan fizik bordi, yaqinda o'ldi, ateist. Michael Jacksonlar bor. Muhammad bin Salmonni ham bu hujjatlarda rasmi ovozi nomi chiqyapti. O'ta vahshiy guruhni qarshisidamiz do'stlar. Bu guruhda insoniylik yo'q. O'shaning uchun butun dunyodagi huquqlarga tupurib qo'ygan bular. Inson huquqlari, so'z erkinligi, vijdon erkinligi degan gaplarni ishlatayotgan bo'lsa, u bizga nisbatan ishlatyapti-da. Sanlar qonunga amal qilishga majbursan. Sanlarchi desangiz yo'q deydi. Ular amal qilmaydi. Epstein sistemasi hali ko'p kavlanadi. Juda ham ko'p, millionga yaqin emaillar, undan tashqari 2000 ga yaqin video, bir qancha minglab suratlar, yozishmalar, shunaqanisi bo'yatibdi. Mana hozir ochilyaptiki, demak, dunyo bo'yicha inson o'g'irlash, bolalarni o'g'irlashdan shunaqa markazlarga olib borish rejasi bor ekanda. Epstein guruhlari shunga o'xshagan joylarga olib boriladi, ularni tayyorlanadi, siyosatchilarni olib keladi, maishat qiladi, videoga oladi, kompromat tayyorlaydi. Ko'z temasini O'zbekistonimizga, turgan joyimiz, yashayotgan muhitimiz, inson qadriyati, milliy asoslarimiz, ko'zga surtadigan narsalarda